Erkin Asya Radyosu'nun 30 oktyabrdagi xabarda Indoneziyada qamoq jazosi to'shib qo'yib berilgan 3 nafar Uyg'urning Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Indoneziyaga kelishdan 2-3 kun burun Xitoyga o'tkazib berilganligi ilgari surilgan. Janubiy Xitoy etganlik pochtasi gazetasining 30 oktyabr xabar qilishicha, ismini oshkorlashni xohlamagan bir Indoneziya bexatarlik amaldori 3 nafar Uyg'urning Mike Pompeo kelishdan 2-3 kun avval Xitoy hukumatining bir maxsus aeroplanida Xitoyga qaytarilganligini bildirgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Indoneziya ziyaratidan 29 oktyabr Musulmonlar tashkilotining yoshlig'i nutq so'zlab, dinsiz Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlarni qabih bostirishni terrorlikqa qarshi turish yoki namratlarni yo'lash xizmatining zarur sharti deb dunyoni ishontirishga urinib keldi. Biz bilamizki, musulmonlarni Ramazon oyida cho'chqa go'sht yeyishga majburlash, musulmonlarning mozorliqini cheqib tuzlab etish hargiz terrorlikqa qarshi turish emas. Shundaqla musulmonlarni yurikiga qo'lini selib beqishga, paketlarga qarashga, qirg'inchilikdan amon qolganlar va ularning oilasidagilarning kashmishini anglab beqishga, Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga qarshi haq maydonda turishga chaqirgan. Lekin Janubiy Xitoy etganlik pochtasining ta'kidlashicha, Indoneziya bexatarlik amaldori Xitoy bilan Turkiyadan bu uchaylarning o'z fuqarolari ekanligini isbotlashni talab qilgan. Faqat Xitoylar ularning hozirmi Sharq Turkistonda yashayotgan urug' tuqqanlarning DNA avrishkisi bilan ta'minlaganligini bildirib, ularning Xitoy fuqarosi ekanligi isbotlanganligi uchun Xitoyga qaytarilganligini ta'kidlagan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Indoneziya hukumatining bu qarorini rahimsizlik deb ayblab, mazkur tashkilotning Osiyo ishlari direktori Brent Adams Indoneziya hukumati Xitoy hukumatining Uyg'urlarga doim ziyonkashlik qiladiganligini biladi. Ular bu kishilarni ziyonkashlikka uchrashdan qo'g'dash mas'uliyatining o'rniga rahimsizlarcha qaror chiqardi degan.